Aka mumkinmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Otabek yaxshimisiz? Zo'rsiz, sog'lar yaxshi, charchansizmi? Qanaqasiz? Yaxshi Rahmat, keldingizmi? yaxshi kelib oldik, xudoga shukr. Maza qanday? Bugun mana 5-kunga xudo xolisi keldim. 5-kun oxirgi kunda xudo xolisi lecheniamiz. O'zi lecheniya 5 kun, mana 4 kun qanday bo'ldi o'zgarish? Nimani sezasiz? 4 kun endi o'zimda o'sha energiya paydo bo'ldi. Ozgina o'sha yosharish, yuzlar tortilishi, og'riqlar ketdi ozgina. Endi xudo xolisi asosiysi anu ertalab turganimdan keyin energiya bo'lmas edi. Ishlagim kelmay, charchoq, holsizlik. o'sha narsalar bilan hozir mana sekin qaytyapti. Yengil bo'ldi. Biza Otabek akamga yosharish muolajasini qildik. Umumiy stress, vahima, qo'rquv, charchoq, keyin logika, mishleniya, diqqat, mantiq, fikrlashlar. Men ertalab turganda ham bodri, yaxshi, svejiy bo'lib turishlari uchun, keyin yurak boshdan boshlab to oyoqqacha tashqi emas, ichki a'zolarni yoshartirish muolajasini qildik. Mana bugun 5-kun. Xudo xolisa Nina bilan, Nina bilan faqat 100% tabiiy, 100% Tibet uslubi bo'yicha bizning ilmiy doktorlik ishimiz shu yo'nalishda edi. O'shaning uchun maqsad Otabek akamni 18 yoshli qilish.